Xo'jalikka ishlatish uchun 7 ot kuchli benzinli motoblok olmoqchiman. Lekin motobloklarni eng arzon modellardan olganim yaxshimi yoki-da sifat tomonlama ozgincha qimmatroq bo'lsa ham baquvvatroq variantidan olganim yaxshimi degan akalarimiz uchun bugun sizlarga 7 ot kuchli ikki xil turdagi motoblogimizni sizlarga obzorlarni qilib o'tamiz. Obzorimizni boshlashdan oldin motoblogimizni narxlari bilan qiziqadigan akalarimiz uchun narxlarini tanishtirib o'tib. Bu motoblogimiz Ebimax firmasidan narxi 2 million 800 ming so'm. Bu motoblogimiz esa TH firmasidan 7 ot kuchli motoblogimiz. Bu motoblogimizning narxi 4 million 500 ming so'm. Ikkalasi ham 7 ot kuchlik. Nima uchun narxlari o'zgaryapti degan akalarimiz uchun hozir sizlar bilan bularni bir-biridan farqlarini ko'rib chiqamiz akalar. Xo'p, motobloklarimizni hozirgi paytda ko'pchilik akalarimiz so'raydi. Atrofda sotilayotgan arzonchiroq motobloklardan TH motobloklarini nima farqlari bor deb so'ragan akalarimiz uchun bu motobloklarimizni birma-bir farqlarini tanishtirishni boshladik akalar. Xo'p, bu motobloklarimizni hozirgi paytda ikkalasini ham xo'jalikka, uyga ishlatsangiz bo'ladi. Faqatgina qulayligi tomonlama bir-biridan farqlari e'tibor berishlaringiz mumkin. Ikkalasi ham yoqilg'i turi benzinlik, motorlari 170 motor. 7 ot kuchli motoblok. Lekin bu motoblogimizda e'tibor bering. Birinchi farqi motor qismida bo'ladi. Motorlari TH motobloklarida moy datchiklari bor varianti bo'ladi. Bu motobloklarımizda esa moy datchigi bo'lmaydi. Ikkinchi farqi e'tibor berishlaringiz mumkin. 7 ot kuchli motobloklarda karburatori tomonlama TH motobloklar uchun juda ham ekonomishni soatiga 1,5 litrdan 700 grammgacha benzin rasxod qiladigan yaponiskiy karburatorlardan qo'ydirib olib kelganmiz. Bu motobloklarımizda esa boshqa joylarda sotilayotgan mana shu turdagi 7 ot kuchli motobloklarımizda e'tibor beringlar, karburatorlari oddiy sotuvda 50 ming so'm turadigan karburatorlardan qo'yilgan bo'ladi. Bu karburatorlarimiz soatiga 800 grammdan 900 grammgacha benzin rasxod qiladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu ikkinchi farqi edi. Uchinchi farqi motobloklarimizni reduktor qismida bo'ladi akalar. Uchinchi farqi e'tibor bering, reduktori bularda 450 talik qilib ishlangan bo'ladi. Bularda esa 150 talik korobka bilan jihozlangan bo'ladi. Bir-biridan farqi e'tibor bering, motobloklarda ikkalasida ham qishloq xo'jaligi vomlari bor. Bu vomlari uchun TH motobloklariga o't o'radigan kasilkalar, suv nasoslar va undan tashqari karcher apparatlarni ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Bu motoblogimizga agarda qo'yadigan bo'lsangiz, reduktoringiz 1 oyga yetib bormasdan o'sha ichidagi shestinalar yedirilishni boshlaydi akalar. Xo'p, bu motoblogimizni e'tibor bering, keyingi farqlari oddiy mana shu rolni o'zida bo'ladi akalar. Rollari bularda yupqaroq bo'ladi, bularda esa qalinroq bo'ladi. Bizdan ko'pchilik obunachilarimiz so'radi, rollari uzun deysan, baquvvat deysan degan akalarimiz uchun bu farqlarni ham tanishtirib o'tib ketyapmiz. Undan tashqari e'tibor beringlar, mana shu benzinni filtrlash uchun benzin boklarida ichida TH motobloklarda filtri bo'ladi. Bularda esa bo'lmaydi akalar. Shu joylariga ahamiyat beringlar. Undan tashqari 7 ot kuchli motobloklarda juda ham ko'pchilik akalarimiz so'ragan frezas tomonlama ham TH motobloklarida uzunroq, qalinroq pichoqlardan chiqadi va pichoqlari bo'linadigan bo'ladi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Arzonchiroq modeldagi motobloklarda esa pichoqlari kaltaroq bo'ladi va pichoqlari bo'linmaydigan varianti bo'ladi. Shu joylariga ham ahamiyat berib olinglar. Va undan tashqari yana bir farqi balonlarning razmerlari. Bularda katta balonlar bilan ishlangan bo'ladi. Bularda esa kichikroq 400 ga 8 balonlar bilan ishlangan bo'ladi. Ana akalar, farqlarini tanishtirib o'tdik. Endi qayerdan, qanday motoblok olishingizdan qat'iy nazar mana shu videoni ko'rib, bemalol motobloklarda solishtirib olishlaringiz mumkin. Faqatgina akalar aldanib qolmanglar. Motoblok olishda mana shunday farqlari bo'ladi. Hammasi bir xil deb sotilayotgan motobloklarda e'tibor bering,
to'g'ri, albatta 7 ot kuchli motobloklarda hammasi 170 motor bo'ladi. Lekin bularga ketgan zapchaslari va undan tashqari e'tibor bering, mana shu reduktorning ichidagi zapchaslarigacha har xil bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib olinglar. Motobloklarni olishda atrofda 3 milliondan beryapmiz, 3,5 milliondan beryapmiz desa, shoshilib olmanglar. Bizning do'konlarimizda o'sha motobloklar 2 million 800 ming so'mdan tarqatilyapti. Agarda sizga eng original bo'lgan sifatli modeldagi motobloklar kerak bo'lsa ham, bemalol aloqaga chiqinglar. Bizning do'konlarimizda original 450 talik usulinli korobkali TX motobloklari yokida boshqa turdagi motobloklardan sotib olishlaringiz mumkin. Eng asosiysi, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, sifatli original motoblok olinglar akalar. Bizi manzillarimiz so'ragan akalarimiz uchun manzillarimiz Farg'ona shahar Avval qishlog'i agro servis do'koni. Bizning do'konlarimizda har xil turdagi V1dagi motobloklar bor. Bemalol kelib, xohlaganlar mana shunday yig'ilgan holatida, xohlaganlar upakovka holatida olishlaringiz mumkin. Video manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. E'tiboringlar uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.